qilib kelgan. Shuni orqasidan keyin hozir katta natijalarga erishgan. Xuddi o'shanday bitta ishda konsistent bo'lgan odam katta natijalarga erishishini bildim. U qanaqa ish bo'lsa ham qat'iy nazar ishlar ekanda shu narsa. Shuning uchun bitta ishda konsistent bo'lish kerak ekan. Endi bundan men shunaqa xulosa chiqardimki, o'zimda hozircha hayotimda shu bitta ishda konsistent ishlaymanda, shunda bardavom bo'laman. Ya'ni biz ko'rib turgan talantlar, biz ko'rib turgan internetdagi wow deydigan kontentlar yoki shunga o'xshash noodatiy narsalarning orqasida muntazam ravishda qilingan mehnat, muntazam ravishda masalan odamlar uxlab yotganda ham turib o'zini majburlab ishlagan o'zini ustida, o'shaning orqasidan shunaqa natijaga erishgan. Vaholanki bu narsa o'z-o'zidan kelib qolmagan. Talant degan narsa umuman o'zida odamni o'zida masalan talanti bo'lish kerak deydi, yo u narsa noto'g'ri ekan. Birdan masalan bitta odam talanti bo'lsa, shu narsani zo'r qiladi degani ham emas ekan. Shunchaki muntazam mehnat orqasidan o'ziga yoqqan ishni shu muntazam qilib borsa, kuchaytirib borsa, odam shunaqa bo'lar ekanda, shunaqa natijaga erishar ekan. Shunaqa gaplar.